Bog'shamol hududidan 2 xonalik uy izlab yurganlarga bitta 2 xonalik uyim sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. 2 xonalik 8 qavatlik navbat ekanmiz. 4-qavatda joylashgan, kadastr hujjatlari bor, lifti bor. Kirish qismimiz kirganimizda katta prixoja bo'lyapti. Prixoja mebel qilingan, chiroyli ta'mir bilan yevro remont qilingan. Xonalar alohida, sanuzllari ham alohida bo'lyapti. Umumiy kvadraturasi 63 metr kvadrat. Bu yerda bitta alohida hojatxona. Uyimiz polностью теплый pol bo'lyapti. Bu yerda bitta kattagina vannalik. Va mana bu yerda родительский spalnya qilingan. Bu yer attachento qilingan, hozirgi zamonaviy. Va mana bu yerda garderob uchun joyi bor. Garderob qilishlaringiz mumkin. Va katta oshxona keng. Bemalol shu yerda stol qo'yib o'tirib ovqatlansam bo'ladi. Gaz moykalari bor. Kirish mashina bilan xazinaga joylar tashlab ketilgan. Va bu yerda mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham attachento bo'lgan. Plus balkon ham mavjud. Samarqand shahar Bog'shamol hududi shahar nalogida oldida bo'lyapti. 2 xonalik 4-qavatda 63 metr kvadrat, narxi 63 ming so'm bo'lyapti. Faqat naqd pulga ipoteka rassroshkasi yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerlar qoldiraman. Ilohim hammamizga mana shu chiroyli uylar olishni nasib etsin. Niyat qilganlar bo'lsa like bo'lsa, podpiska bo'lsa esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.